Assalomu alaykum, yana bir bor hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz Farg'ona tumani Progress qishlog'ini bir akamizning xodimlari kelganmiz. 60 soti issiqxonalariga Fortuna F1 hamda Milan F1 nomli urug'larini bergan edi. Akamiz o'zini nomlarini aytishdi, nima qilishmadi, indamay qo'ydim deyishdi. Mana ish boshqaruvchilari Xurshidbek, keling Xurshidbek. Urug'larimiz haqida qanaqa ma'lumot berasiz? Fortuna hamda Milano F1 ko'chatlarini qishda ekkan edik. Shu 17-yanvar sanasida ko'chat qildik. O'zimizdan olgan urug'larimizni ko'chat qilib ekkan edik. Xudoga shukr, mana Ro'za Ramazon oylari kelish munosabatida uzishni boshladik. Hozirgi kunda mana 25 kuncha uzayotgan bo'lsak, ko'chatlarimizni kasalligiga chidamliligi bilan, serhossizligi bilan shu navlar boshqalardan ustun keldi, ma'qul keldi bizga. Ham sovuqqa ham issiqqa ham chidash yaxshi bo'ldi. Hozirgi kunda mana ko'chatlarimiz o'zlari ko'rib turibsizlar, mevalarini mana hamma qatorlari bir chiroyli holatda. Kasalliklar tushirganimiz yo'q, o'g'itlari vaqtida berib borilyapti. Hurmatli dehqonlar, bir e'tibor berishligingizni so'rayman. Shetini mana bir ko'rsangiz, mana shuncha naycha chiqarib yotibdi. Birorta bir naycha kuyish yoki bo'lmasam baklarida bir kasallik bir nimasi yo'q. Bu Milan F1 navli, bu tomoni esa Fortuna F1 navli urug'larimiz. Mana ish boshqaruvchimizni o'zlaridan eshitiling. Xudo xolasa yaxshi, endi bodring bo'lsa shunchalik bo'ladi. Mana bir joyda olganimiz yo'q, har qayerdan olib mana ko'rsatyapmiz. Bu yerda unda e'tibor bilan qarasaling, birorta naycha kuyish yo bo'lmasam bir bakida bir kasallik narsa degan narsa yo'q. Xudo xolasa yaxshi. Xurshidbek, nima deysiz? Dehqonlarimizga nima tavsiya berasiz shu urug'imiz haqida? Hozirgi kunga kelib 1,5-2 tonna orasida har kuni shundan hosil olyapmiz. 60 sotiga ekkanmiz. 20 mingtadan ortiq ko'chatimiz ketgan. Dehqonlarimizga tavsiya qilaman. Bu navlarda sababi serhosilligi o'ta yuqori, endi kasalliklarga ham chidamli. Har kuni uziladi 1,5-2 tonnadan. Har kuni. Kunora emas, har kuni. Yo'q, kunora emas, har kun davomida. Har kuni. 1,5-2 tonnadan uziladi. Zo'r. Mana ko'rib turibsizlar dehqon akalar, o'zlaring xulosa chiqarib, xudo xolasa bir xil bir qator ko'rsatib yana. Hali yetishmasa, yaxshi joydan olishib, qolgan joylardan olishmaydi bular deyishmasin-da. Mana o'sha illati bo'lmasligini yana bir bor hozir hali arig'imizdan ko'rdik. Mana hozir yana bir tomondan ham kuzatishingiz mumkin. Birorta naycha illati to'kish yo'q. Mana ko'rib turibsizlar. Mana bu tomonlarida ham. Lekin bugun hozir mana yetkazayapti Xudo xolasa ertaga. Bugun uzishga turgan jarayoniga keldik. Mana bu qator ko'rsating. Hammasida ham birorta naycha kuyish yo'q. Xudo xolasa zo'r, etap-etap bir qator yetib turib pishirib beryapti. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin. Yaxshi, zo'r, o'ylaganimizdan ham ortiq ziyoda bo'ldi. Tomonlari ham zo'r ekan. Mana shu dehqon akalar, shu urug'larni tavsiya qilamiz, ekishlarni so'raymiz. Ekinglar, mana o'zini dehqonimizni, ish yurtimizni o'zidan eshitiling gaplarini. Xudo xolasa yaxshi. Agar shu urug'lardan kimga kerak bo'lsa, ana shu ekranda ko'rinib turgan raqamlarga murojaat qilaverasizlar va butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz mavjud. Yetkazib beramiz xudo xolasa. Ekinglarda yaxshi daromad olinglar. Bu akalarimiz mana 3-4 yildan beri biz bilan ishlashadi. To'g'rimi? To'g'ri. Yilda har xil urug'larni o'zimiz tavsiya qilib beramiz. Yilda rahmatini aytishib bizga yaxshi chiqdi deb aytishadi. Mana bugun meni bu birinchi video chiqishim. Shu Xudo xolasa YouTube kanallarimga qo'yishni boshlayman. Ertaga Xudo xolasa boshqa yana har xil yangi Turkiya davlatidan kelgan yangi urug'larimiz bor. Xudo o'shalarni ham obzorini qilib, videolar qilib chiqaramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.